Bek hoş bulduğum bir iş mal, 3 muallim sana hayırlığını bildirdi, destekli hayırlığını. Yana davamlıq məşhur ustazlarının yaxşı bahasına erişken deb o'ylayman. Keyingi qadamlarda billa mağadigan bo'ldingda ma'lumlarning fikrlarini anglab baqayli. Endi men adabiyotga o'quvchilarga dars o'tsammi deydiganim, men ovoz yuqoriga chiqqan sira biz ustiga tang chiqib qolmaymiz-ku. Shu cho'qim bir xil pastga bisilgan yoki pastni o'ylagan holat. Masalan, eng muhimi shu papanning ostiga kirib ketsin deymiz. Shundoq bir bisilgan holat, qarshi holat bo'lishi kerak-ku. Pastga tushgan mana holat bo'lsa, texim rohat eta olasiz. Bu yosh cho'nroq deb o'ylab qilishda ovozim pishqanligi. Men o'rildim, bu naqshimni bek huzur oldim. Aslında aytishingdan men xila o'zining yerlik o'zi cho'ng o'g'illar aytadigan bir purak chiqdi. Men endi boshqa ishlamayman. Men amsat zaten mevdimayman qag'illar bo'lsa mening yanimga kelsang biz kintilni bilmas mangsa demakchi. Ovozda azroq bir azroq charchash buzilish bo'lgan bilan hissiyot nihoyatda uzilmaganlik, hissiyot buzilmoqlikda. Shu mush ovoz bilan Mavlonninki guruhiga kirib, ammo bu shakldagi Mavlonning xarakter uslubidagi osh shakldagi naqshlarni aytib beqishni o'ylash possible bo'ladi. Bu naqsha bizning shu badiiy naqshchilikning ichida ijro qilish qiyinliklari yuqori. Keng ovoz imkonlariga ehtiyoj bor. Sizning birinchi qitim ovozingizni birinchi qitim aytishingiz bilan siz menga bir xotirjamlik tuyg'usi berdingiz. Shuningga men shu boshdalar menga bek yiqib ketdi va menga bir xotirjamlik tuyg'usi berib, oxiri cho'qim yaxshi bo'lganligini ishonch qilib o'yladim. Vaqtni chiqib turib sening fikringni anglab aqlimmi? Ya bo'lmasa,